Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Xudo xolasa mana keyingi ishlarimiz tayyorlab egasiga o'rnatib berdik. Xudo xolasa ko'rib turganlaringizdek, bu ishimiz shotlandka fasonda bo'lgan. Xudo xolasa oyalarimizni solib, polnisaga hermetiklab berganmiz. Hozirgina obzor qilib o'tamiz. Doimgidek yengliklarimiz 08 doimgidek qalan yengliklardan ruchkalarimiz o'sha original ruchkalardan ko'rib turganlaringizdek. Xo'p, ko'rib turganlaringizdek o'ta go'zal chiqqan, xudo xolasa. İçkaridan qolgan obzorni ichkaridan qilib o'tamiz. Xo'p, ko'rib turganlaringizdek ichkari yorug'roq bo'lgani uchun ichkaridan oldin. Ruchkalarimiz ko'rib turganlaringizdek o'sha ahamiyat berib berasizlar. O'sha magnitli ruchkalardan xudo xolasa o'ta pishiq juda uzoq ishlaydigan ruchkalardan ko'rib turganlaringizdek egasi orzu havas bilan uylar solgan ekan. Xudo xolasa bu uyimizga juda chiroyli bo'lib o'tirdi. Kimga shunday fasondagi ishlar kerak bo'lsa bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Nomerlarimiz hali ham o'sha nomerlardamiz. 95 864 2000 da bemalol telefon qilib murojaat qilishingiz mumkin. Buni ranglarimiz sizlar xohlagan ranglarda, xohlagan fasonlarda bo'yda tayyorlab beramiz. Zakazga bemalol murojaat qila olasizlar. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kanalda yangilar obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Like bosib qo'yasizlar. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'linglar.